Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli kanalimiz obunachilar. Xudo xolasa yana ishimiz bitdi, Xorazm ishlari. Yurib obuna bo'lib boraverasizlar. Kanallarga shu tashab boramiz. Bularning bahosi ishning o'zi 1,5 milliondan, aynalisi plus 700 ming so'm bo'ldi. Общий 2 milyon 200 ming so'm bo'ladi. Dastlabki ustanovkasi ichida 08 lik variant. Bular 900 ming so'm kvadrati bo'rtma variant. Bular 1,5 milyondan, aynalisi dinli monaligi. 1,5 milyondan komplektda mo'ji bor. Bular 2 milyon 300 ming so'mdan, aynalisi dinli 300 ming so'm bo'ldi. 08 lik variant, bambuk svetda qo'yiladi bular. Bunda aşağıya aynası variantı. Bularning variantı aynasız Farsi oyma 08 lik eshik 1,5 milyondan. Dastlabki ustanovkasi Xorazm bo'ylab bo'ladi. Yurib obuna bo'lib boraverasizlar. Bular frunza quriladi. Bu bambuk svetlar xanqa quriladi bular. 40 milyon tavar. 4 kullab, 16'lık keseki, rezinkali eshiklar 40 milyon. Kraskalar turetskiy. Yurib obuna bo'lib boraverasizlar. Kamerani bitta alashtirmishlar, bitta netpal tutdi. İşlerimiz. Adresimiz Xivada, Qo'yikdanmiz. Tavallarımız ham metrejiyada hammamiz bor müstirmiyet imundamina. Madukpin aparatımızda kesemiz, banda roverde oyamız. Bedeni tavallarımız bor, eksportni regalar. İnşallah içine. Kimde kime shunday ishlar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini qo'yamiz. Telefon murojaat etaverasizlar obunachilar. Yurib obuna bo'lib boraveringlar shu kanallarga.